Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimiz mana shunday Faberlic kompaniyasidan kofe Glove Peptide Latte deb atalgan kofemiz haqida. Bu kofemiz o'zingizga g'amxo'rlik qilishni kundalik lahzasi bo'lib, bu tabiiy qahva hisoblanadi. Kokos kremini mayin ta'mi bilan birgalikda energiya beradi. Kollagen peptidlari, gialuronoviy kislotasi va L-sistein esa bular hammasi tarkibidagi narsalar chiroyli teri, soch va tirnoqlarni qo'llab-quvvatlab, ularni ichkaridan tashqariga ishlab beradi. Teri elastikligini tiklash darajasini saqlab qoladi. Keratin tuzilmalarini mustahkamlaydi, soch va tirnoqlarni sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Oksidlovchi tez stressdan esa himoya qilib, qarish jarayonini sekinlashtirib beradi. Bu kofemiz hamma joyda, uyda, ishda, dachada, hamma joyda ichish tavsiya qilinadi. U sog'likka yaxshi ta'sir qiladi. Tarkibida kollagen va gialuronoviy kislota mavjud bo'lib, u har doim barcha organlarga yordam beradi va u sizga ichingizdan yoshlik baxsh etadi. Xo'p, buni ochib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu joydan ochamiz. Va buni ichida mana bunday kofelarimiz bor. Buni korobkada 10 ta bo'ladi. Mana shunday kofelarimiz. Buni sut bilan ham ichish mumkin, suv bilan ham ichish mumkin bo'ladi. Bu kofemiz qon shakarini to'satdan ko'tarilishiga olib kelmaydi. Tarkibidagi gialuronoviy kislotamiz terini namligini saqlab beradi, chuqur namlanishni ta'minlab beradi, quruqlikni kamaytiradi va yorqin porlashni yaratib beradi. Uni faqat ertalab ichish mumkin. Men uni hammaga tavsiya qilaman.